Assalomu alaykum, Baraka Turkiya kanaliga obunachilar. Hammangizga xayrli kun, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Bugun sizlarga Ulug'bog' 14-bo'limda 2,5 sotixli joyni reklama etacakman. Kanalda yangi bo'lsangiz podpiska bosib qo'ying, videoga birdan like bosing. Shunday shahar ichidan, shaharga yaqin yerdan ajoyib joy izlab yurgan donishmandlarga mana shu videoni tashakkur qo'ying. Umumiy yer maydoni 2,5 sotik dokumentalni. O'zi почти 3 sotikda turibdi egasi. Ko'chani ko'rishingiz mumkin. Ko'chasi keng. Bir yan tarafı tubik, ballarımız bemallı oynayabilirdi. Maşin devam ediyor. Hazır uyun içini pallar bilen koldan gelince danıştırıp ötemeyin. Sezon Natur'un patologda acayip yangilik 23 noyabrdan 25 dekabrgacha bir oy davomida polniy pechat Sezon Natur'un patolog buyurtma qilasiz. Zamonaviy lyustralar bepul o'rnatib beriladi. Aksiyadan foydalanib qoling. Uy korobka holatida narxi videoni haqida aytib o'tiladi. Koridorning uzunligi 809 metr ekan koridorning uzunligi. Bek tarafı pol 5,5 metr. 5,5 metr. Bundayna 370. Keyin bir yan tarafta bir kat çay. Görüp turarlarız diye. Ağaçlar ham ajoyib etib bastırılgan. 360'a 590 belini. Uzunluğu. ...595 ekan, 595. Keyin bir yan tarafta yana bir kat çay. Belini eni 360, uzunluğu 6 metr. 6 metr keyin bile yana bir kat çay var. Belini detski komnat etseyden buladı. 3 metre 360. 3 metre 360. Gelesiz. Bir de banisi. Banisinin işleri pişenker çörülgen. Bir yan tarafta yenen bir kat çay. Spalni çay. Yani 3 metre. Şu 60 uzunluğu. Ağaçlara acayip etip bastırılgan. Akfaynalarım yaxşıları koyulgan. Bir de kuxni. Kuxnisinin eni 3 metr. Uzunluğu 560. Egesinin nömerini videonun sərlavxasında yazıb qaldıramayın. Abi yine çarvağı. Çarvağının görünüşü. Böyle yazda tapçalarını koyup bemal otursanlar boladı. Nami səsib təcəzənlərim boladı. Xuda qalasa. Çarvaqları bölüngen. Yine şu cay kalıp tuttu buğanı birisi. Bir de 5 çay salıngan eken. Opşi. Videoya bir like basın. Bereket Ötüyor kanalına podpiska basıp koyun. Yangi bolsanız. Narxına gelden bulsak narxı 280 milyon so'm. Joy fakat naqd pula sotiladi. Ishtir naqd pula. Egasi bilan kelishib, gaplashib olaverasizlar. Hammaga rahmat. Hozir videoda qo'llangancha manzildan tushuntirib o'tamiz. Bu ham tarafimiz bozor. Bozor tarafdan kelishda yine Kamoljon Ataniyozov ko'cha aylaniladi. Bu tarafimiz Ko'na bozor, Orzu to'yxona. Bu ham tarafimiz paxta zavod. Kamoljon Ataniyozov ko'chadan girasiz, paxta zavod markasidan chap aylanib, keyin doğruga 200-300 metr yurasiz. Zekashdan o'tib, chapdan birinchi ko'cha.